Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Hozirgi vaqtda har hafta yangi texnologiyalar chiqadigan davrda yashayapmiz. Ularning aksariyati sun'iy intellekt bilan bog'liqdir. Bugun men sizlarga sun'iy intellektda trading sohasida foydalanishni ko'rsatib bermoqchiman. Xullas bitta Telegram bot bor. U sun'iy intellekt asosida bozorni analiz qilib, trading signallar beradi. Men shu signallar orqali soqa qilaman. Hozir hammasini amalda ko'rsataman. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Xo'p do'stlar, savdoni boshladik. Xo'p, botga o'tamiz. O'zimizga kerakli bo'lgan valyuta juftligini tanlab, botdan signal so'raymiz. Xo'p, botimiz yuqoriga 1 daqiqalik signal berdi. Vaqtga to'g'rilab stelka ochdim. Endi kuzatib turamiz. Xo'p do'stlar, menga juda ham ko'p savol kelmoqda, ammo hammasi bir xil savol, ya'ni Pocket Option o'zi litsenziyalanganmi? Albatta do'stlar, Pocket Option litsenziyalangan platforma bo'lib, dunyo bo'ylab millionlab insonlar bundan foydalanadi. Bizni sun'iy intellekt botimiz yordamida esa yanada ko'proq daromad qilishingiz mumkin bo'ladi. Bemalol ishlatishingiz mumkin. Biz 20 soniya vaqtimiz qoldi. 15 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 va mana ko'rishingiz mumkin, birinchi ochgan stelkamiz muvaffaqiyatli yakunlandi. Xo'p, bir ish qilamiz shu yerda. Botga o'tamiz yana, o'zimizga kerakli bo'lgan valyuta juftligini tanlab bo'lganmiz. Endi signal so'raymiz yana. Xo'p, sotishga, ya'ni pastga 1 daqiqalik signal berdi. Ko'rishingiz mumkin bu yerda savdo tarixini. Va endi 1 daqiqa kutib turamiz. Deyarli yarim daqiqa vaqtimiz qoldi bizni. Yigirma soniya qoldi. 15 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 va mana ko'rishingiz mumkin, bu ochgan stelkamiz ham muvaffaqiyatli yakunlandi va yana bir ish qilamiz shu yerda. Xo'p, botga o'tib signal so'raymiz botdan. Yana 1 daqiqalik signal berdi yuqoriga. Xo'p, stelka ochdim, endi kuzatib turamiz yana. Qirq soniya vaqtimiz qoldi. 30 soniya qoldi. 20 soniya qoldi. 10 soniya qoldi. Va mana ko'rishingiz mumkin, bu ochgan stelkamiz ham muvaffaqiyatli yakunlandi. Xo'p, yana bir ish qilamiz shu yerda. Botga o'tib, botdan signal so'raymiz. Sotishga 1 daqiqalik signal berdi botimiz ham. Stelka ochdim va yana kuzatib turamiz. Bu yerda mana savdo tarixini o'zingiz ham ko'rishingiz mumkin.
30 soniya qoldi vaqtimiz. Yigirma soniya qoldi. 15 10 5 4 3 2 1 va mana ko'rishingiz mumkin, bu ochgan сделкamiz ham muvaffaqiyatli yakunlandi. Botdan yana signal olamiz. Xo'p, sotib olishga 3 daqiqalik signal berdi botimiz. Yana bir ish qilamiz shu yerda. 3 daqiqa vaqtga to'g'rilab сделка ochdim. Endi kuzatib turamiz. Savdo tarixi 4 ta signaldan 4 tasi ham muvaffaqiyatli yakunlandi. Xo'p do'stlar, sizlarni manfaatingizni o'ylagan holda, ya'ni vaqtingizni tejash maqsadida videoni ozroq tezlashtiramiz. Bu albatta sizning foydangiz uchun. Besh, 4, 3, 2, 1 va mana ko'rishingiz mumkin, bu ochgan сделкamiz ham muvaffaqiyatli yakunlandi. 130 mingdan 1.450 mingdan ko'proq pul qilib oldim. Bu yerda mana savdo tarixini o'zingiz ham ko'rishingiz mumkin. Va bu yerda olgan signallarim botdan. Ko'rib turganingizdek, bu bot yordamida ishlash juda ham oson. Telegram kanalim havolasini video ostida qoldirib ketaman. Siz ushbu bot yordamida ishlangan pulingizdan atigi 20% ni menga berishingiz kerak bo'ladi. Ko'rishguncha xayr do'stlar.